Qali, to'y harakat. Xullas aka, Nega? bunga kelin ko'ylak yoqmayapti. Orif, lekin Orifdan pul so'rashga uyalyapti. Bunga yoqqan ko'yni qancha ekan? Olib berayotgan ko'ylak bunga yoqmadi. Xo'p, qancha ekan? Pochcha, rostdan ham yoqmadi-da. Nima? 5000. Buni qarang. Osiyni bir chetidan chiqib ketadi-ya. Menga qara. 5000 topish oson ekanmi? Lekin Barno, men senga yordam berib, senga sovg'a qilishga qurbim yetadi. Kira qilib bo'lsa ham. Sen o'zi Spark olgan odam 5000 ga bitta Spark olsa bo'ladi. Kelini ko'yligiga qaramaydi. Hammasi bir xil oq bo'ladi. To'yini, diskini 5 yilda bir marta ko'rasam, soatga 5000 ni kiyib unga nisbatan behurmatli bo'ladi. Keyin ering nimani olib? Onasi yo'q, o'zi ishlab to'y qilyapti. O'yladingmi shuni? Otasi yo'q, ering lozim topgan bo'lsa shuni kelsa, ertaga oila bo'lganingdan keyin shunaqa pulni shu bola ko'tarib keldi. Barno, lekin oilani mana shu bir-birini u narsa yeging kelsa, eringdan so'raysan. Akasi, unaqa dema. Meni qizim hammasi Oraga ko'nib yashashni o'rgangan. Chiqinglar. Hozir. Choyga. Yuringlar. Choy tayyor. Chiqasizlarmi? Xonamga bora qoling. O'qitmayapsanmi? Tezki. Aziz chaqiryapti. Siroj, qayerdasan? Shu yerda. Ketdik, yuringlar. Xotirami? Ha, hozir yetib olaman. Zerikib ketyapman, Go'zal kelib tursin. Iltimos, Go'zalga aytaylik. Qara qizim. Birinchidan qizim, hamma ham sen Nimaga? Kasallik. Go'zalga aytib nima qilasan? Ustina. Seni mendan boshqa, buvingdan boshqa do'st. Shuning uchun Guli xolangdan keyin burnimga suv kirdi. Bilding? Hop. Siroj ketadi. Siroj Murod ketadi. Hech kim bilmagani yaxshi. Qali, to'y harakat. Nima? 5000. Buni qarang. Osiyni bir chetidan chiqib ketadi-ya. Menga